Vatstroy kelganman. 33 bitay bilan 3 bitay orqasida 12 podezlik Titanik dom bor. Ko'pchilik Vatstroylar hammasi biladi. O'ta arzon narxda kvartira chiqib qoldi. Tayyor holat. Toza olib kirib ko'rsan, videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'ring. Vahshiy arzon narx sotilyapti. Bunisi chiqib oldi. 2 xonali kvartira 3 xona qilib qo'yilgan. Eshiklargacha yangi qo'yilgan. Akfaromlargacha qo'yilgan. Paketlargacha o'xshatirib qo'yildi. Bir qator immunsaqsa bo'ldi. Ada bir joyda bitta xona bor, hozir olib qaytaraman. Qarang. Tualet remonti bitgan. Polni ko'ryapsizmi? Bu tomon sanuzil отдельный. Buni ham remonti bitgan. Eshiklar qo'yilgan. Bu bitta xona детский qilingan. Ya'ni o'sha birinchi xonasi детский xona, ikkinchi xonasi mehmonxona. Fotogina mehmonxona. Baytga ham eshik, akfaromlar qo'yilgan, qarang. Qimmat akfaromlar qo'yilgan. Orqaga plasmasali 2 qavatli akfaromlar qo'yilgan polностью. Qimmat narsalar qilingan. Duv kontrakt kotel bor. Xullas bu uyga aka aytayapti, men deyapti, o'zim olganman. $4000 sarfladim. Hozir faqat abo yopishtirib olsa bo'ldi deb. Batareyani o'tkazganman, akfaromlar qo'yganman. Eshik hamma yo'l qo'yib qo'yganman deyapti. Pollar qoqilgan uyga, polностью pol. Pol qoqilgan uyga. Hozir 3-xonasini ko'rsataman. $22,500 deyapti aka. Vatstroy Titanik dom. Hozir 3-xonasini ko'rsataman, shoshilmasdan ko'ringlar. Bu 3-xonasi. Buni er-xotin uchun yotoqxona qilsa bo'laveradi. Qani? Akfaromlar plasmassa qimmat qo'yilgan. Mana pitay va 3 pitay damasda Titanik domda 6-podezda 4-qavat. Like bosib video tarqat, Marg'ilon Vatstroydan yoqtirgan o'rtaga video tashlab qo'yamiz. Narxi $22,500.